Assalomu alaykum, Megavan kompaniyasini kuzatib boruvchilar. Qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar so'ragandinglar, biz olib keldik. Tanishinglar. Sinatrak Homan H3 5 tonnalik samospali. O'chirib qo'ya qolamiz. Hurmatli podpishchilar uchun. Kelinglar, endi men sizlarga samospal haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam. Samospalimizni kelinglar kabinasidan boshlaymiz. Kabina aytib o'tganimdek modeli Homan H3 kabina. Bu Sinatrak zavodida eng kichkina kabinalardan bittasi hisoblanadi. Ko'rinishidan qanaqadir ma'noda Isuzu'ni kabinasini ham o'xshatib yuborishi mumkin. Xo'p, faralarimiz aytib o'tgandek kunduzgi chiroqlar, avariyka, pavorotnik. Bu fararimizda bitta ustunlik zo'r tarafi bor. Nima desanglar, bu kechqurun zo'r yoritib bera oladi. Yangi texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Xo'p, kabinamiz oldi tarafdan ich polosi ochilmaydi bunda. Ko'rayotganingizdek, faqat shu ko'rinishda. Bamperimiz og'zini eshitayotgan bo'lsanglar kerak, metalldan ishlangan. Yon qismlaridan ko'rsak bo'ladi, juda ham chiroyli. Balonni Chaoyang Xitoy zavodidan qo'yiladigan. Balonlarning protektori ilonizli. Xuddi Isuzu'dagi shpilkalariga e'tibor qilamiz. 6 talik shpilkalik diska balon turibdi. Samospal uchun eng muhim narsa bu aynan kuzovi bo'ladi. Kuzov haqida gapiradigan bo'lsak, bu yoqda kuzovimiz 4,5 kublik kuzov qo'yilgan. 2 в 1 kuzov desak ham bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, chunki bu kuzov faqat samospalning kuzovi emas. Buni xuddi bartovoy sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Ikkita yon qismi ochiladi, mana bu joydan. Ochsanglar, mana shu kuzov shunday ochiladi. Nimaga unaqa ochiladi? Nima tashisangiz bo'ladi? Shlaka blok tashisangiz bo'ladi, g'isht tashisangiz bo'ladi, qopli sement tashisangiz bo'ladi, ohak tash. Xullas, qopli va shlaka blok, g'isht shunga o'xshagan narsalarga tashishga juda ham udobli. Keyingisi shahar yo'llarida hozir samospallarni ustini yopmaydigan bo'lsak, yo'llarda yurish taqiqlangan. Shuning uchun bu yoqda уже zavodskoy tent ham qo'yilgan. Libotkasi mana shu yoqdan buriydigan bo'lsak, bu o'shaqacha borib tortilib, o'zi avtomatik yopiladi. Bu ham bitta qulaylikdan biri. Yon qismiga qaraydigan bo'lsak, texnikamizda bitta solarka baki va gidravlika baki turibdi. Solarka bakimiz 150 litr sig'imga ega. Mashinamiz 100 km masofaga bor yo'g'i 10-15 litr solarka sarf qiladi. Balonlarni aytib o'tdik, yon ko'rinishlarini aytib o'tdik. Ko'rinishini o'zingizlar ham bitta baho bersanglar bo'ladi. Kommentariyaga albatta yozib ketinglar. Chunki bu samospalni biz 3-4 yil oldin ham sotgan edik. O'sha agar ko'rib turgan bo'lsangiz, iltimos kommentariyaga yozib keting. Qolgan endi olmoqchi bo'lgan odamlar ham bitta ko'rib baho berishsin yoki fikrlarini bilishsin. Mashinamizning motori haqida gapirmadik. Bu yerda motor 116 tot kuchlik, Euro 2 standartiga javob bera oladigan motor turibdi. Bu nima degani? Qanaqa plyus tarafi bor bizga. Motorimiz alohida galovkalik, ya'ni splashnoy plita motorimiz. Ikkinchisi eng zo'r tarafi bizning o'zbeklarga to'g'ri keladigan joyi, bu motorga bemalol gaz o'rnatsak bo'ladi. Tushundinglar? Bemalol gaz qo'ysanglar ham ketaveradi, keyingisi solarka ham tanlamaydi. Xo'p, salonimizni hozir ichkari tarafdan alohida ham ko'rsatamiz. Hozir ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Mashinamiz ichki taraflari ham ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli ishlangan. Hali paket, masli. Agar oladigan bo'lsanglar, paketini o'zingiz ishlatib olaverasizlar. Ketdik, tezroq ko'ramiz. Bismillah. Ana, kabinasiga ham chiqish qulay. Eshik tashlab olib qolamiz. Xo'p, bu mana mashinamizning kaliti. Ikkita kalit chiqadi. Bosilmaganmi hali? Bosilganmi? Xo'p. Kalit ikki xil, bittasi pultli. Pultlardan fishkasi bor, qaranglar. Ushab turadigan bo'lsak, hozir oynalari mana ikkita yon tarafiga ham bittada tushyapti. Bu nimaga kerak bo'ladi bizga? Mashina issiqda, oftobda turgan bo'lsa, qizarib turibdi kabina. Bitta ochib qo'yasiz, keyin uchi ancha havosi almashib, salqingina bo'lib turgan bo'ladi. Uxlash ham xuddi shunaqa. Qani endi zavatib ko'ramiz, kalitni joylaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. O't olishini ham ko'rdinglarmi? Bittada. Ozgina burash shu o'zida. Bitta haydab ko'ramiz, yo'l-yo'lakay qolgan narsalarni ham gapirib tushuntirib ketaveramiz. Korobkasi aytgancha, uzatma qutbi 5 pog'onalik, 5 talik korobka. Mexanika korobka. Yo'lda shuni to'g'rimiz. Bismillahirrohmanirrohim deymiz ekan, qani. Lekin ruli shu to'g'ri. Rulga lekin alohida baho bersa va mana qarang. Malibu'ning ruldan ham yumshoq-ku bu. Ha, qarang. Gap yo'q. Xuddi elektrический rulga o'xshaydi, lekin bu gidravlический rul.
boshqarishdan, lekin xuddi elektronikaga o'xshaydi. Xo'p. Bitta razgon olib ko'ramiz. Zo'r. Korobka переключениялari ham yumshoq. G'irillagan, tirillagan g'alati dovushlari yo'q. Xo'p. Hozir kabina ozgina seskanyapti. Nimaga seskanyapti? Chunki bu pustoy holatda. Sezasizlar, mana ozgina seskanish bor mashinada. Pustoy bo'lganning hisobiga shunaqa bo'lyapti. Agar yuk yuklanadigan bo'lsa, уже ancha stabilniy bo'ladi mashina. Xo'p, bu yoqdan haqiqatan ko'rsatib ketsak bo'ladi. Agar kattarog'ini xohlayman desanglar, katta 25 tonnalik samosollarimiz bor, tigachlarimiz bor. Podushka, resor, 1 most, 2 most assortimentimiz juda katta. Kelasiz, o'zingizga kerak texnikani bittada topib ketasiz. Kutish shart emas. 3 oy, 4 oy, 5 oylab kutib o'tirmaysizlar mana. Kara kerakmi? Omborlarga ishlatishga kara bor. 26 metrli podyomnik bor. Ekskavatorlar bor, pogruzchiklar, ekskavator, pogruzchik, katok. Xullas, любой sizga kerak bo'ladigan texnika уже biz olib kelib qo'yganmiz, tayyor. Kutib o'tirmaysiz. Xo'p, tez drayvga qaytadigan bo'lsak, mashinamiz haqida yana qisqacha. Gabariti kichkinaligi juda ham zo'r. Chunki mana qarang, kichkina joyda o'tiribmiz mana. Bitta mana shu kameradan ko'rsating, qanaqa kichkina joy. Kichkina joy. Burilishi katta joy ham talab qilmaydi. Shunda burilamiz, sig'ib ketaveradi. Ketdi ana. Shu. Bittada burildi. Katta joy umuman kerak emas. Любой mahallagami, qishloqgami, hamma joyga kirib ketaveradi. Xo'p, ichki taraflarimiz. Mashinada nima qulaylik bor? Keyin to'xtab gapira qolaylik endi. Mashina xullas o'zingizlar bitta haydab ko'rasizlar, o'zingizlar ishonasizlar, o'shanda baho berasizlar. Endi ichki taraflarini sizlarga tushuntirib beraman. Rul oddiy rul, multi rul emas, oddiy yumshoqgina rul. Xo'p, mashinani o'chirib qo'ydik. Bu yoqda magnitofonimiz bor. Magnitofonimizga fleshka, aux ketadi. Ashulash uchun и o'zini radiosi ham bor mana. Ko'rdingizmi? Fleshga ketadi, aux ketadi. O'ziga yoqadigan shular mazza qilib eshitib ketaverasiz. Jami 3 ta kolonkasi bor. Keyingisi bu yoqda klimat kontrol, mexaniskiy. Ko'rayotganingizda temperaturani o'zingiz belgilaysiz. Kabinada konditsioner ham bor. Yoz kunida ham bemalol qiynalmasdan mazza qilib haydasanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu yoqda mana ko'rayotganingizda bu yoqda tugma bor. Bu toshbaqa hamda quyon rejimi. Toshbaqada sekin yuradi mashina. Quyon rejimida o'sha trassada bosib ketaverasizlar. Tablo esa xuddi oddiy lehkoy mashinalar kabi, o'rtada kichkina ekranli monitor, orqa mostlarimizdagi havoni davleniyasini ko'rsatadi, taxometr va spidometr. Solyarkani qancha qolganini ham shu yerdan ko'rib ketsak bo'ladi. Xullas, bitta gap bilan aytganda shu, lekin sideniyasini ham alohida aytib o'tish kerak. Sideniyasi ham o'tirganda joy qulay ekan, qarang. Kichkina samosolda ham mana, pnevma sideniya. Anaqa qattiq sideniya emas. Bemalol ketaverasiz. Kojadan qilingan, lekin sidenlari ham ko'rsangiz bo'ladi. Hali paket yirtilmagan, kojadan qilingan. Artib ishlab turasiz. Yirtilib ketadi, chang bo'lib qoladi, unaqa deb o'ylamaysizlar. Xolos. Tepada lyuklari bor. Plafonlar, tepaga mana joy narsalarni qo'yib qo'yish uchun, ichlari ham keng ekan. Mazza ishlab turasizlar. Xullas, bunaqa mashina kamdan kam keladi, soni juda kam o'rtoqlar. Buni tez kelish kerak, tez sotib olib ketish kerak. Har doim ham bo'vermaydi bunaqa taklif. Kelinglar, kutib qolamiz. Xullas, o'rtoqlar, sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Agar mabodo shu texnikani xarid qilmoqchi bo'lsanglar, mana shu ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilasizlar, bir kunning o'zida olib chiqib ketaverasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.